Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun darsimizni 6-qismini boshlaymiz. 6-qismi butun ifodalarni shakl almashtirishdan boshlaymiz. Ya'ni butun ifodalarni shakl almashtirish uchun qisqa ko'paytirish formularini, hamma o'tilgan qisqa ko'paytirish formulalarini qo'llaymiz va ikkita ko'p xat berilgan bo'lsa, bularni ham oldingi darsda o'tgan edik, ko'paytirib qavsni ochish. Mana masalan, ko'p xatga aylantiring. Ko'p xatga aylantirish uchun mana bu ikkita qavsni ochib chiqish kerak. Birinchi yozib olamiz 3a kvadrat. Ikkita qavsni ko'paytirishda mana navbat bilan ko'paytiriladi. Birinchi ifoda ikkinchi qavsning birinchi ifodasiga, birinchi ifoda ikkinchisiga, keyin ikkinchisi birinchisiga, ikkinchisi ikkinchisiga navbat bilan ko'paytirib ochib chiqamiz. Plus 3ab 3a minus a minus 3a kvadrat b ko'paytirilgan b plus b kvadrat b ko'paytirilgan minus ab teng mana bu yerdan davomini yozsa agar 3a kvadrat minus 3a kvadrat bir xil koeffitsiyenti qarama qarshi sonlar, ular qisqaradi. 3ab minus a 1ab qoladi 2ab va plus b kvadrat. Ko'p xatga aylantirdik. Bo'ldi. Ya'ni qavsni ochib chiqish degani. Ifodani soddalashtiring. Soddalashtirish bu ham formula bo'yicha ochib chiqib, soddalashtirib chiqishimiz kerak. Yozib olamiz. 4 qavs ichida m minus n ni qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha m kvadrat minus 2mn plus n kvadrat. Plus mana bu umumiy ko'paytuvchi har biriga ko'paytiriladi. 4m kvadrat va minus 4mn teng. Agar yozib chiqsak, mana bu yerdan davom ettiramiz. 4 har biriga ko'paytiriladi qavs ichidagi ifodalarga. 4m kvadrat minus 8mn plus 4n kvadrat plus 4m kvadrat va minus 4mn. Qavsni ochib yozib oldik. 4m kvadrat plus 4m kvadrat beradi bizga 8m kvadratni minus 8mn minus 4mn jami minus 12mn plus 4n kvadrat. Boshqa n kvadrati yo'q, shuning uchun o'zini yozib qo'yamiz mana. Ifodani soddalashtirdik. Ko'p xatni ko'paytuvchilarga ajrating. Ko'paytuvchiga ajratish uchun umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib, qisqa ko'paytirish formulasini qo'llash kerak mana. 5 va 45. Umumiy ko'paytuvchi 5 ga teng. Agar 5 ni chiqarsak qavsdan tashqariga, qavs ichida qoladi bizda a kvadrat minus 9b kvadrat. 9b kvadratni biz birdan 3b ni kvadrati deb yozib olsak ham bo'ladi. Endi qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha a kvadrat minus b kvadrat bu beradi bizga a minus 3b va a plus 3b. Ko'paytuvchiga ajratdik. Keyingisi 36x4-si bu 6x kvadratni kvadratini beradi. 7y kubni kvadratini beradi. A kvadrat minus b kvadrat. Endi bu yerga yana 6x kvadrat minus 7y kub 6x kvadrat plus 7y kub. Ko'paytuvchiga ajratdik. Keyingisi mana bu holatda a minus a kvadrat plus 4ab minus 4b kvadrat bo'lsa, minusni chiqaramiz. Oldiga mana minus olib minus qo'yib qavsga olsak, har bir ifoda ishorasi qarama qarshisiga o'zgaradi. A kvadrat minus 4ab va plus 4b kvadrat. Endi buni yana yozib olsak agar, mana minus a kvadrat minus 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan 2b va plus 2b ni kvadrati deb yozib olsak agar, mana bu bizga qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha a minus b ni kvadratini beradi. Minus a minus 2b ni kvadrati. Keyingisida mana 60 o'rnini almashtirib olsak mana birinchi 60 ni yozamiz. Keyin minus 30b plus qo'yamiz biz. Birinchi minus 12 ni keyin plus 6ab. Mana bu 60 va 30 da umumiy ko'paytuvchi 30, qavsdan tashqariga chiqaramiz. 30 ni qoladi 2 minus b.
Bu yerda 12a va 6ab. 6a ni chiqaramiz. Minus 6a ni chiqaramiz. Minus 6a chiqarsak, bu yerda 2 qoladi. Qavs oldida minus ishorasini qo'yganimiz uchun bu yerda har biri qarama-qarshi ishora bilan 2a musbat va bu yerda qoladi minus b. 2 minus b, 2 minus b umumiy ko'paytuvchi. Yana mana qavs ochiq, katta qavs 2 minus b ni chiqaramiz qavsdan tashqariga. Mana 2 minus b ni chiqarsak, qavs ichida qoladi 30 minus 6a. 30 minus 6a. Bu mana javobi. Bu holatda c ni 4-chisi, c ni 4-chisi, ya'ni bularni guruhlab olamizda. c ni 4-chisini chiqaramiz. Bu yerda qoladi a minus 1 plus c ni 3-chisini chiqarsak, qavsda qoladi a minus 1. A minus 1 va a minus 1 umumiy ko'paytuvchi hisoblanib, qavsdan tashqariga chiqaramiz. A minus 1. Qavs ichida qoladi bizda c ni 4-chisi plus c ni kubi. Harflar bir xil, darajasi har xil. Bu yerda ham kichkina darajani agar qavsdan tashqariga olib chiqsak bo'ladi c ni kubini. Qavs ichida qoladi c plus 1 va mana bu a minus 1. To'liq ko'paytuvchiga ajratdik. Mana bu holatda hisoblash uchun yana qisqa ko'paytirish formulasini qo'llaymiz. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Demak, bu beradi bizga a plus b ni kvadratini. A o'rniga 0,2, b o'rnida 0,3 kvadrat. 0,5 ko'paygan 0,4, 0,5 ko'paygan 0,6. Umumiy ko'paytuvchi 0,5. 0,5 ni qavsdan tashqariga mana chiqarsa agar, qavs ichida qoladi 0,4 minus 0,6. Bu beradi bizga 0,5 ni kvadratini, ya'ni 0,5 ko'paytirilgan 0,5 deb yozsak bo'ladi. 0,5 mana 0,4 minus 0,6 esa bu beradi bizga minus 0,2 ni. Bittadan 0,5larni qisqartirsak qoladi 0,5 bo'lingan 2 oldinga chiqadi 0,2. Surat mahrajini o'ngga ko'paytirsak minus 5 taqsim 2. 5 bo'lingan 2 bu minus 2,5 degani. Mana oxirgi javobi. Tak, hozir mavzuni tushungan bo'lsangiz, ekranga vazifalar chiqadi. Shu vazifalarni ishlab, bilimingizni mustahkamlab oling. Bo'ldi. Keyingi mavzumiz algebraik kasrlar. Algebraik kasrlarni ishlash uchun surat va mahrajda ko'p xatlar berilgan bo'ladi. Bularni qisqartirish kerak. Masalan, 12 va 18. Umumiy bo'luvchisi 6, demak 6 ga bo'lamiz. 2, 6 ga bo'lamiz 3. Harflar a ni 4-chisi, a ni 3-chisi. Agar bir xil harflar mana o'rtasida ko'paytiruv turibdi. Bir xil harflar darajasi har xil bo'lsa, kichkina darajaga bo'lib o'ramiz. A ni 3-chisiga bo'lsak, to'liq qisqaradi. Bu yerda 1 qoladi. A ni 3-chisiga qisqartirsak, 4 dan 3 ayirib bitta a qoladi. Xuddi shunaqa b kvadratga bo'lamiz. 1 b kvadratga bo'lsak, b ni o'zi qoladi. Demak, javob 2a suratda, mahrajda esa 3b. Keyingi holat 5 bilan mana 25 ni qisqartirsak, 5 ga bo'lib o'rsak, bu yerda 1, bu yerda 5, x minus y, mahrajda esa y minus x. Bizda mana xossa bor edi. Agar a minus b ni b minus a deb yozsak bo'ladi, faqat oldiga minus qo'yamiz. Qavs oldiga minus. Demak, yo suratni yo mahrajni o'rnini almashtirsak, bizda bir xil ifoda hosil bo'ladi. Faqat oldida minus bo'ladi. Ya'ni minus 1 taqsim 5. Bular qisqariladi. Oldiga minus qo'yilib. 3 va 9. 3 ga bo'lamiz. 1 3 ga bo'lamiz. Mana 3. M kvadrat. Kichkina daraja m ni birinchisi, m ni birinchisiga bo'lamiz. Bu yerda 1, bu yerda m ga bo'lsak, m ni o'zi qoladi. Agar daraja juft bo'lsa, mana daraja juft. Bu yerda 1 minus x, bu yerda x minus 1. Buni o'rnini almashtirganimiz bilan oldiga minus qo'ymaymiz. Masalan, a minus b ni kvadratini b minus a ni kvadrati deb yozsak bo'ladi. Oldiga minus qo'ymaymiz, chunki darajasi juft. Shuning uchun bular o'rnini almashtirganimiz bilan yo suratni yo mahrajni bir xil bo'ladi, qisqariladi. Javob 1 taqsim 3m. Keyingisi umumiy. Mana bu holatda berilgan bo'lsa, o'rtasida qo'shish yoki ayirish ishorasi bo'lsa, oldin umumiy ko'paytuvchiga
umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib, keyin qisqartirish kerak. 7 ni chiqarsak bo'ladi. Mana 7 ni chiqarsak a plus 2b. Suratda esa umumiy ko'paytuvchi 3. 3 ni chiqaramiz. a plus 2b. Ko'paytuvchiga ajratdik. a plus 2b, a plus 2b. Bir xil qavsdan qisqartiramiz. Javob 7 taqsim 3. Keyingisi 3m ni kubi, bu yerda umumiy ko'paytuvchi 3 va m kvadrat. 3m kvadratni chiqarsak, qavs ichida qoladi. Bu yerda m, keyingisida esa minus n. Mahrajda 3m kvadratni chiqarsak, bu yerda qoladi n, keyingisida esa minus m. 3m kvadrat, 3m kvadrat. O'rtasi ko'paytiruv qavs bilan, ya'ni bular qisqariladi. m minus n bo'lingan n minus m. Agar o'rnini almashtirib oldiga minus ishorasini qo'ysak, m minus m bilan pastiga m minus m qisqarib, javob minus 1 qoladi. Keyingisi umumiy ko'paytuvchi y chiqaramiz qavsdan tashqariga, qoladi 5 minus y. Mahrajda 25 bu 5 ni kvadrati minus y ni kvadrati. 5 minus y va 5 plus y deb ko'paytuvchiga ajratsak, 5 minus y, 5 minus y bir xil qavs qisqariladi. Javob y taqsim 5 plus y. Mana davom etamiz. Keyingi misol, umumiy ko'paytuvchi suratda 3, mahrajda 6. Qavsdan tashqariga chiqarsak, qavsning ichida a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat qoladi. Buni birdan a minus b ni kvadrati deb yozsak bo'ladi. Mahrajda esa 6 ni chiqarsak agar, bizda qoladi a minus b va a plus b. A kvadrat minus b kvadrat bizga mana bu ikkita ifodani beradi. Ikkita ko'p xatni. Bu yerdan a minus b bilan bittasi qisqaradi. 3 ga bo'lamiz, bu yerdan ham 3 ga bo'lamiz, 2. Javob a minus b suratda, mahrajda esa 2, qavs ichida a plus b. Keyingisi. Mana bu 2b ni kvadrati, 3c ni kvadrati, ikkovsini ko'paytirib, ikkilangani 12b ni beradi. Shuning uchun bu 2b minus 3c ni kvadrati. Qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha. Tak, minusni oldiga chiqarib, qavsga olsa agar va a umumiy ko'paytuvchi. Ani ham mana chiqaramiz, minus a. Qavsda qoladi 2b minus 3c. 2b minus 3c bilan 2b minus 3c ni bittasi ketadi suratda. Suratda 2b minus 3c qoladi, mahrajda esa a, minus a. Agar minusni tepaga olib chiqsak, o'rnini almashtirib yozsak bo'ladi. Ya'ni 3c minus 2b deb. Mana masalan bu yerda yozsak agar hozir teng 3c minus 2b bo'lingan a. Keyingisi qo'shish kerak. Ko'p xatlarni qo'shish kerak. Algebraik kasrlarni qo'shishda umumiy ko'p mahrajga keltiramiz. X ko'paytirilgan x minus 3, x ko'paytirilgan x plus 3. Bu yerda beriladi x plus 3. Keyingisida esa x minus 3. X ko'paytirilgan x plus 3 plus x minus 3. Ya'ni bu yerda 1, bu yerda esa x. Umumiy mahraj x minus 3, x plus 3. Soddalashtiramiz. X ko'paytirilgan x kvadrat, x ko'paytirilgan 3 plus 3x plus x va minus 3. X, buni qisqacha x kvadrat minus 9 deb yozsak ham bo'ladi. Endi qarang, 3x ga x 4x ni beradi. X kvadrat plus 4x minus 3 x kvadrat minus 9. Ya'ni ikkita algebraik kasrning yig'indisini natijasi mana shuni beradi. Keyingisi mana bu ayirmani bajarish kerak. Bu ayirmani bajarish uchun mahraj bizga 1 plus 3x ni kvadratini beradi. 4 minus 5x bo'lingan 1 plus 3x ni kvadrati minus 2 taqsim 1 plus 3x. Bu yerda mahrajda 1 plus 3x, bu yerda esa 1 plus 3x ni kvadrati. Demak, bu yerda mahrajda yetmayapti. 1 plus yana bitta 3x. 4 minus 5x minus 2 minus 6x. Mana bu 2 har biriga ko'paytiriladi. 1 plus 3x ni kvadrati. 4 minus 2
2 minus 5x minus 6x minus 11x. 1 plus 3x ni kvadrati. Keyingisi, mana bu ifodani qisqartirish kerak. Qisqartirish uchun mahrajda x4-si plus x kvadrat plus 1. Nima qilamiz? X kvadrat qo'shamiz va x kvadrat ayiramiz. X kvadrat minus x plus 1. X kvadrat bilan mana bu x kvadrat, bu beradi bizga x4-si plus 2x kvadrat plus 1 minus x kvadrat. Dальше. X kvadrat minus x plus 1. Mana bu ko'p xat bizga x kvadrat plus 1 ni kvadratini beradi. Qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha x kvadrat plus 1 ni kvadrati. Hozir agar mana buni ochib chiqsak, mana shu kelib chiqadi bizda. Minus x kvadrat. Mana bu ikkitasi uchun yana formulani qo'llaymiz. A kvadrat minus b kvadrat. X kvadrat minus x plus 1. A kvadrat demak a minus b. A plus b. Mana ko'rib turibmizki, mana bu qavs bilan tepadagi suratdagi qavs bir xil. X kvadrat minus x plus 1, x kvadrat minus x plus 1. Demak, bular qisqaradi. Javob qoladi 1 taqsim x kvadrat plus x plus 1. Endi shunga o'xshash hozir misollar ekranda chiqadi. Shularni ishlab, mana shu ishlagan misollarimga qarab, bilimingizni mustahkamlab oling.